Sizni ham mashinangiz Cobalt benzinda rasxod qilib qo'yyapti. Benzinda yurmasiz ham shuni hozirmadanligini ko'rsataman sizlarga. Qo'limda ikkita datchik, absorber datchik deyiladi. Bu datchigimiz o'lib qolgan. Shuni hisobiga pryamoy bo'lib qolgan. Bu yerda motor havo so'rgan paytda benzindan chiqqan gazlangan havoni so'rib, benzinni ozaytirib yuboryapti. Xudo xolasa shu absorber datchikni almashtirib qo'ysak, shu muammosi yo'q bo'ladi. Nexus 3da, Gentra'da, Cobalt'da ham shunaqa datchik bo'ladi. Shu zaslonkani orqa tarafida turadi. Uni almashtirish juda qiyin emas. Bitta onlik ключ bilan ham almashtirib qo'ysa bo'ladi. Buni o'lganini bilishning yo'li shundoq hudab ko'ramiz. Bu tomondan havo o'tadigan bo'lsa, o'lgan hisoblanadi. Ovoz chiqib qolganda, balandlab qo'yganda uni ichiga yog' quyib qo'ysa, ovozi pasayadi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, Gentra Nexus 3 bor akalarga jo'natib qo'yasizlar.